2 3. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi Moskva Toshkent направленияsi birinchi reysimiz xudo xolasa chiqib ketyapti. Kimdan keyin Moskva Toshkent направленияsi shunday komfortabilni davlat tomonidan qo'yilgan reysli avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ishonchli nomerlar ekranda turibdi azizlar. Tanlovda adashmagan yurtdoshlarimiz mana xudo xolasa chiqib ketmoqda. Shunday komfortabilni avtobuslarda talab qilib so'rayotgan yurtdoshlar uchun yurtboshimiz qo'yib bergan reysli avtobuslarni sizlar jo'natyapmiz. Hozirda avtobusimizda ketayotgan yo'lovchilarimizda dokumentida muammosi borlar. Ukamiz hozir o'zi batafsil tushuntirib o'tadi. Nima deysiz, shoxsizlar mana? Dokument yo'q vatandoshlarimizga yo'lda расходda bo'ladi, чтобы bez deport, bez zapret ketishligi uchun. Gapiring. Mikrofon qo'lmagan aka. Ha, yo'q. Yo'lda voditelimizga to'lov qiladi, voditelimiz yordam berib chiroyli qilib olib ketadi. Granitsaga borganda Rossiya bilan Qozog'iston granitsasida 300 rubl расход qiladi, чтобы bez depot, so'mkalari tushmasligi uchun, titmasligi uchun, bez o'chir chiroyli bo'lib o'tib ketishligi uchun. Aziz hamyurtlar, mana xudo xolasa avtobusimiz полностью bo'ldi va chiqib ketyapti. So'mkalarda hech kim sizlardan pul olmadimi? 300 rubldan tamoshniy расход faqat so'mkalar uchun, o'zingizlar uchun, o'zingizlarning vaqtinglar ketmasligi uchun. Dokumentda muammosi bo'lsa, shoshlam aytganidek 5000 rubldan kimda dokumentda muammosi bo'lsa, voditel yig'ib oladi, javob qilib olib ketadi. Chiroyli qilib olib ketadi. Azizlar, shunday sharoitlar qo'yib bergan yurtboshimizga rahmat. O'zingizlar nima deysizlar? Yaxshimi? Bitta qarsaklar joylar. Kakpoloydi. Yaxshimi? Aziz hamyurtlar, shunday komfortabilni avtobuslarga ketmoqchi bo'lsanglar, ishonch nomerlari ekranda. Sog' bo'ling.